Buxoro viloyati Kogon tumanining chekka bir qishlog'ida 14 metrlik qabr joylashgan haqida turli mishmish va rivoyatlar yuradi. Hattoki dunyo olimlari ham zamonaviy texnologiyalar asosida mazkur qabrni tekshirib, haqiqatan ham qabrda 10 metrdan oshadigan suyaklar borligiga guvoh bo'lishgan. Ijodiy jamoamiz Xo'ja Kabul Axbor Vali jome masjidiga bordi va u zot haqida lavha tayyorladi. 14 metrlik qabr haqida eshitganmisiz? Hozirda biz Buxoro shahridan 40 kilometrcha uzoqlikda joylashgan Kogon tumanidagi Xo'ja Kabul Axbor Vali jome masjididamiz. Ushbu nom bilan ataluvchi avliyo haqida xalqlar orasida turli rivoyatlar yuradi. Xo'sh, ular haqida aytayotgan ma'lumotlar qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi? Bu yerda mana shu bahs-munozarali gaplar juda ham ko'p bo'lgani uchun 2004-yillarda olimlar kelib bu yerga qabrning holatini tekshirishgan. Mana shunda qabrning ustiga o'sha apparatlarni qo'yib nima qilishganda bir ilmiy o'tkazishganda bu zotni o'sha bo'ylarining uzunligi haqiqatda ham juda ham uzun bo'lganligi, taxminan bir 10 metrlar atrofida bo'lgan degan xulosaga kelib, rus, ingliz, o'zbek tillarida kitoblarni ham chop etishgan. 1986-yilda Rossiyadan rus olimlardan birgalikda kelib, bu yerda 3 yerdan qabrning bosh uchi, o'rtasi va oyoq uchidan kavlab kirishdi va oltindan bo'lgan, xuddi sap-sariq oltindanga o'xshaydigan oftoba hamda kitobcha sahifalarni olib ketishdi. 2005-yilda Navoiy tog' metallurgiya kompaniyasi rahbarlariga ma'ruzaat qilib berganimga qiziqib, ular aytdi, bizda yer ostini ko'radigan apparatimiz bor. Shuni olib kelib ko'rsak ruxsat beramiz dedik. Keyin olib kelib ko'rishdi va katta suyaklarni ko'rib lol qoldi. Bu zot islom olamida juda ham bir taniqli zot bo'lganlar. To'liq ismlari Xo'ja Kabul Axbor Vali bo'lib, bu zot payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan oldin qancha payg'ambarlar o'tgan bo'lsalar, shu payg'ambarlarning hammalarini tarixlarini mukammal bilganlar. U zoti shariflarga nozil qilingan Alloh subhanahu va taoloning samoviy kitoblari bo'lgan mana shu kitoblarni ilmlardan xabardor zot, juda ham bir tarixchi, olim zot bo'lganlar. Xo'ja Kabul Axbor Valining qabrlaridan taxminan 100 metrcha uzoqlikda quduq va hovuzcha joylashgan. Qanchalik harakat qilmaylik, ushbu avliyo qachon, necha yil yashagan haqida manbalarni topa olmadik. Shunisi aniqki, butun dunyo olimlarini hayratga solib kelayotgan Xo'ja Kabul Axbor Vali dinimiz va tariximiz yo'lida ulkan iz qoldirgan.